oldingi nimangiz shu gaymalik bilan keluvdi? Ha, u gaymalik bilan keluvdi. Ha, yaxshi bo'lgan anchagina. Yaxshi, ha. Yaxshi. Yaxshi bo'lsin. Ancha yana suv voqea yurdi, eson to'xtadi. Ha, to'xtaydi. Boshda bir ozgina, keyin biza tozalagandan keyin ancha vaqt. Bir haftadan keyin dedingiz, bir haftadan keyin keldik. Shuna o'tib ketdi, yaxshi hozir. Unda boshim og'riyapti ham degan yo'q. Bu tez shunday bo'lyapti-da hozir. Endi Istanbulga navbat, ha? Yaxshi bo'lish, ha? Ha, hech to'xtam, bunisini ham shaka bir o'g'irlaydi. Ha. Biz yo'l uzoqroqda ketdik. Payshanbadan nari ketamiz, Katqo'rg'ondan o'tib, payshanba Ishxon tagidan kelyapmiz-da. Ha. O'zim bir davolanib, bir emas, ikkita davolanib ketdim. Ha, siz bilaman, tandim. Ha, shundan beri bir pishganiga tuni esimga tushib ketdi, shundan boram. Ana aytishim bir o'g'ray dedim. Xudo xolasa mana boshladik muolajani. Ha. Burunga o'sha tomchilarni yozib berdik. Burniga moyli tampon, lampalarni yozdik. Mana ko'rdik hozir. Peshona qismida yallig'lanish kuchliroq. Peshona qismida. Burun ikki yonida ham birozgina bor. Keyin burnida itlik, shilliq bor burunda. Gaymaligingizdan tashqari ichkarida shilliq narsangiz bor. O'sha ham havo yaxshi olib bormayapti. Peshonada ko'proq yiring yig'ilgan. Hozir muolajalarni yozdik, nimani ko'rdik rentgenda. Hop, mana varaqcha bilan Xudo xolasa dushanba yo seshanba kuni ham bir keladi. Dushanba yo seshanba kuni o'g'lim 1-2 kun sal bezovta bo'lasiz. Boshlaringiz og'riydi, ha. Bo'ldimi bo'lishi? Ha, bolni olib beringlar dedi-da, ular. Bolni olib berdik, o'tib ketdi mana. Ha, bir og'riqlar bo'ladi baribir. Bir og'ir bezovta bo'ldi, Xudo xolasa jarrohsiz, hech qanaqa bir teshtirmay, ichkariga tig' urmasdan o'zi yeringlar oqadi, yengil bo'lib ketasiz keyin. Chidamlik ham yaxshi bo'ladi. Bir tig' tegsa, sovuqqa sezuvchan bo'lib qoladi-da inson. Tabiiy o'zi yering oqsa, u tabiiy Alloh yaratgan tabiiyligidek chidamli bo'ladi. Shunday bir Katqo'rg'onda yotib, sizni shishida bitta odam tavsiya qilib qoldi-da, men kirib teshmoqchi bo'ldi bilmamda. Baram dedi, sizlar hali yo'qsizlar, shaka bir boringlar dedi. O'sha bir peshin chiqib kelib qo'ydim-da, endi bu qiz kelib, shida o'nga yotib, yaxshi ketdim-da. Alloh shifo bersin, sababchi bo'ling. Charchamaysizlar. Hozir o'tib, o'shalarni oling. Ha, shuni hozir borib, yana bir seni o'qirdik. Nasib Xudo xolos. Charchamang.